Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun bitta patsientimiz kelganlar. Bu kishida 3-4 tug'ruq bo'lgan. Bir marta lazerni muolaja bizdan olganda juda ham effekt zo'r sezganlari uchun bugun bizga ikkinchi muolajaga kelganlar. Qanaqa effektlar sezdingiz? Izlanmalari yo'q. Qantorish yaxshi. Hissiyotlaringiz qanaqa bo'ldi? Hissiyotlaringiz zo'r, yaxshi. Mana shuni kelganlar ikkinchi muolajalariga hozir xudo xolisa bu kishiga qilib beramiz. Nasatkalarni qo'ydik, urib berganmiz programmalarni, обезболивающий местныйlar qilganmiz. Mana bunaqa переходникlarni qo'yiladi vлагалищиga, shundan keyin qilib beramiz. Bismillah. Bizlarga bu lazerni muolajalarimiz bu hamma ayollar uchun estetik go'zallik baholaydi, o'zlaringizga ishonchlaringizni orttiradi. Shuning uchun bemalol hamma yoshdagi, даже tug'magan kelinchaklar ham kelib olib ketishadi, chunki ular ko'p yoshligidan og'ir mehnat qilishadi. Og'ir mehnatlar qilishlari hisobidan qanday devorlari tushib qolgan bo'ladi, даже yosh kelinchaklarda ham. Shuning uchun bemalol qilsa bo'ladi. Tug'ruqdan keyin ham bemalol 3 oydan keyin lazerni muolajalarni qabul qilsa bo'ladi. O'zlaringizga bee'tibor bo'lmanglar, o'zlaringizni sevinglar va o'zlaringizni hurmat qilinglar aziz ayollar.